O'zbekistonni bir burchagida turargansiz-da o'zi. Nima qilish kerak shunga? Olishga kelgansiz-ku telefonni. Yarim soatdan beri savdolashyapmiz. Xo'p, men sizga normal narx aytyapman. Nech pulli bor? 1000 deyapman. Korobka dokumentli ko'ryapsiz. Fassionasi va zo'r, yangi telefon. Nimaga sotyapsizda? O'zimga yangi telefon olganman 16. O'shanga buni rangi yoqmadi. Rangi yoqmaganligi uchun. O'shanga sotaman. Xo'p, $680 bo'ladimi? Qanaqa 680? Mana qarang, ekranlarni ham qirib tashlagansiz. Men vashi qirmaganman, mana qarang, yangi turibdi. Odamga o'zining telefoni ideal hisoblanaveradi-da. To'g'ri, xo'p, babikalaimizni ham mashina sotishga, men sotishga, siz olishga kelganmisiz? Mana qarang, mana pulim turibdi, naqd. Xo'p, 680, og'zingizga bitta uraman mashin bilan. Qanaqa 680? O'zimni pulim bilan o'zimni yurmoqchimisiz? Mana bering. Menga savdolashamiz, keling. Yo'q, qarang. $720 beraman. Sizniki emas. Hop, ozgincha tushib bermaysizmi? Yo'q, 720 emas-da. 850 bering. 850. Qarang, siz ham tushib berdingiz. Men sizga bitta narx aytdim, 750 beraman, olib ketaman. Yo'q, 750 to'g'ri kelmaydi. O'zim 1200 ga olganman. Siz bozorchimisiz deyman-a? Yo'q. Kiyimlarimni qarang, bozorchiga o'xshayapmanmi? Ha. Bozorchi emasman. Nech pul qilarasiz? 750 beraman-da, olib keting, keling, maragasini bersin. Sizdan keyin ham hali nechtasi kutib turibdi. Yo'q, 750 beraman. 800 bering, qancha 750 va shu yerga urib tashlaman. Ma'miningizda qarang, chexoli ham yo'q. Men sizga hali chexol, pexol hammasini dastlabki qilib yuboraman, bo'ladimi? Mayli, bering. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ismingiz nima? Zulayho. Zulayho. Yoshingiz? Yo'q, $50 olib maydalab berasiz. Yo'q, mana bu bankomat ko'rdim, o'sha yerda maydalamiz. 3 4 5 6 7 8. 80-yilmisiz shunda? Nimaga 80-yilga o'xshayapmanmi? Yoshingiz katta yoshlar. Sanab oling, ko'rib. Xudo xolasa, kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib kutamiz. Bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Rozimisiz? Roziman. Yo, to'xtang. $50 menga maydalab berasiz. Imomini tekshirib olaman. Xo'p. Yuring ketdik.